Qadrdonlar, hozir mana kakadu farmni o'ynab ber. Mana grincha deydi. Nima qilib turasiz? Mana bu kakadu misol sho'xroq. arani oldiga kirishdan oldin bitta vidni ko'rsatib olaylik. Ko'rinishlarini ko'rsa bo'ladi sheyda. Bu Hozir mana shu Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun xudo xolasa eksklyuziv video qilamiz. Sababi 1970-yilda tashkil topgan kakadu farmga kelganmiz. 56 yillik tajriba. 3-avlod mana qush bilan shug'ullanishyapti. Xudo xolasa ekzotik qushlar, shunaqa qushlar bo'yicha barcha ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Ya'niki ekzotik qushlarni qana parvarishlash kerak, unga qana e'tibor berish kerak. Bu sohada masalan faoliyat olib boradigan odamlarga yana yangilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir kakadu farmni tarixini bitta ko'rib chiqamiz. Bu bo'yicha Mo'minjon akam bilan suhbatlashamiz. Mo'minjon akam to'liq bizga tushuntirib beradi, xudo xolasa. Mo'minjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizning xonadonimizga. Xo'p, bizning asosiy yo'nalishimiz shu qush yo'nalishidamiz. Qush, ekzotik hayvonlar, ekzotik qushlar. Mana bu kubiklar bizning tariximiz. Birinchi mana tarixdan boshlaganimiz yaxshi. Bu soha o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Birinchi Abdujabbor Hoji aka mana bobomlar boshlaganlar bu sohani 1970-yilda bu soha boshlangan. Boshlanishi nimadan o'zimizni shu O'zbekistondagi qora mayna, o'zimizni O'zbekiston qushlarini birinchi O'zbekistondagi qushlarni boqib, ularni qo'lga o'rgatib, Yevropa davlatlariga, Chexoslovakiya, mana Olomouc, mana joylarda sovrinlar olganlar, diplomlar bor. Dadamlar Bahodir Hoji aka, katta dadamlar Baxtiyor Hoji akalar, men o'g'illarim, biz 3-avlodmiz. Mendan keyin mana bolalarim. Xullas shu sohani davom ettiramiz. Bizga bu soha meros. Bugun yoki kecha bu soha paydo bo'lib qolmagan. U yerlarda shu o'zimizni O'zbekistondagi mayna, shu o'zimizni milliy qushlarimizni gapirtirib, shu sovrinlarni olganlar. U yerda hozir hamkorlarimiz bor, ular bilan ham aloqa qilib turamiz. Maqsadimiz bu sohani ham O'zbekistonda keng rivojlantirish. Misol hozir hamma ko'ryapsiz, shu qushlarga ham juda qiziqish katta. Ko'paytirib daromad qilishyapti. Bu qushni orqasida faqat foyda emas, insonlar uchun ham ko'rib bahridilingiz ochiladi bu qushni ko'rib. Misol hozir hamma ishda, boshqa hammada tashvish bo'ladi. Shunda kelganda uyingizga qimmatmi yoki arzonmi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bir juft jonli narsa tursa, kelib ko'rib bir tomosha qilib bag'ridilingiz ochiladi. Shunaqa. Hozir bu mana ko'rib turganingiz bular kubiklar, mana bu yerda mana jurnallar bor. Ko'p davlatidan kelib mana bu kitoblarga, ya'ni daftarchalarga hamma o'zini fikrini yozib ketgan. Hozir siz ham mana yozib ketasiz, o'zingiz fikringizni bildirib o'tasiz. Nima savollaringiz kerak bo'lsa, bemalol qo'limizdan kelganicha o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib, shu sohani sizlarga yoritib beramiz. Tushunarli. Mo'minjon aka, menda bitta savol. Qarang, men ochig'i qush sohasidagi bunaqa medallarni ko'rmaganman. Bunaqa kubiklar ko'rmaganman. Hozir bu kubiklarda masalan yilini hisoblasa mendan katta ekanda. Shunaqa, bu yerda 84-yilda olinganlari bor. Mana hamma davlatlarni yozib qo'yilgan. Dadamlar diplomlar olganlar. Asosiy Yevropa davlatlaridan mana 1988-yilda mana olingan diplomlar. Bizdan kattadan-chi, biz hozir masalan 30 ga kirgan bo'lsak, shunaqa. Juda boshqacha narsa. Men kelib ko'rib, o'zi fermani ham hozir ko'rsatamiz video davomida. Juda ham chiroyli, qushlarga alohida e'tibor berilgan. O'zini tartibi, o'sha ilmi bo'yicha parvarish qilinyapti. Bularni Mo'minjon akam o'zlari tushuntirib o'tib ketadilar. 3-avlod bo'lgandan keyin bitta katta tajriba bo'ladi. Xudo xolasa mana shu video davomida shu tajribalardan sizga ulashishga harakat qilamiz. Like bosinglar, kommentariy yozinglar, fikrlaringizni qoldirsangiz ham xursand bo'lamiz. Bu fikrlarni o'qiganimizdan keyin yana bitta motivatsiya bo'ladida, yana yangi videolar qilishga harakat qilamiz.
Mo'minjon aka, ana istoriyani bildik, tarixda bildik. 3 ta avlod mana opoqingiz maynani gapirtirgan ekanlar. Bu degani birinchi O'zbekistonda gapirtirgan odam hisoblanadilarmi? Shunaqa. Bu bobomni ko'pchilik tanishadi bu sohada. Namanganda, SNG davlatlarida, Yevropalarda. Endi bobomni tanigan insonlarni o'g'illari bilan endi bu faoliyatda tajriba almashib, o'sha Yevropa davlatlarida ularning ham o'g'illari bor. Misol birga tajriba almashib, birga ish qilishgan. Endi biz o'g'illari bilan, ularning o'g'illari bilan endi davom etamiz bu sohani. Maqsad bu sohani O'zbekistonni rivojlantirib, mana hamma qush ko'paytiryapti. Shu joyda ko'paysa, biz ham mana bu oldingi olingan sovrinlar bo'lsa, hozir biz ham niyatlarimiz katta. Shu joylarga o'zimizdagi nasldor noyob bo'lgan qushlarni ko'payishi, misol hozir mana valnisti mutatsiya qushlari bor, ajrelvi O'zbekistonda ham ko'paytirib, shularni biz ham Vistipkaga olib borib, qo'yib, u joylarda biz ham shunaqa sovrinlarni olib kelishni niyatda yuribmiz. Maqsad bor. Albatta O'zbekistonda ham shunaqa qanaqadir bir qushlar bo'yicha musobaqalar qilish, ya'ni rejalarimiz bor albatta. Xudo xohlasa. 1981-yildan beri hamma o'zini fikrini yozib ketgan daftar ekan. Mo'minjon aka, buni kim birinchi bo'lib tashkillagan? Buni bobomlar tutganlar. Bundan bu yog'iga dadamlarniki. Bu yog'iga yana bitta sahifa ochib o'zimizga ochamiz, Xudo xohlasa. Bu joyda bu endi tarixda mana 1981-yilda hozir mana siz hamma qushlarni ko'rasiz, oxirida fikringizni yozib ketasiz. Biz haqimizda sizda qanaqa fikrlar uyg'ondi, shuni hammasini yozib, xuddi sizga o'xshagan mehmonlar, blogerlar, bu kasbda bo'lganlar, bu kasbda bo'lmaganlar o'zini fikrini shu joyga yozib ketishgan. Bu joyda rus tili bor, arab tili ham bor. Mana forscha tillari ham bor. Endi yillarini ko'ryapsiz-ku. Yoshi bizdan ham katta-da. Yozilgan narsa, yoshi katta. Mana bu tul bo'lgan, endi bunisi, bunda ham o'sha O'zbekistondagi kelgan mehmonlar 28-mart 2008-yil. Mana Abdujabborxon ota kelgan ekanlar. O'sha sanada. Mana 2008, o'zi mana bu yoqda ketdi mana. Xudo xohlasa, siz ham bir yozib fikringizni bildirib o'tasiz. Xudo xohlasa. Do'stlar, video qiziq bo'ladi, Xudo xohlasa. Oxirigacha ko'ringlar. Avvalambor aka, xush kelibsizlar xonadonimizga. Xonadonimizni hozir qushlarimizni sizga birma-bir tanishtirib chiqaman. Asosiy 60% qushxona, 40% yashash xonalarimiz. E'tibor asosiysi bizda. Assalomu alaykum. Bu tanishtirmanman. Bu Hoji Akbar ukam, o'zimiz ukammiz. Bu ham Baxtiyor Hoji akaning o'g'illari, ikkalamiz. Safarda ukam bor, u Komiljon. Shu uchalamiz shu sohani ichidamiz. Endi davom ettirib kelyapmiz. Hozir sizga birma-bir qushxonamizni ko'rsataman. Addel qilib bo'lib qo'yganmiz. Joyda asosiy qo'lga o'rgatilgan qushlarimiz turadi. Sizga hozir bularni tanishtirib boraman. Mashallah. Bu o'sha qo'lga o'rgatilgan qushlarni o'sha yerda boqasizlar. Boqamiz. Bu yerda asosiy qo'lga o'rgatilgan qushlar uchun spes xona qilib qo'yganmiz, ya'ni alohida xona. Shu joyga kirib shug'ullanaman, ovqatlarim beriladi. Xonasi ham mana ko'rib turibsiz, juda ham issiq. Aka, keling bir qator obunachilarimizga ham ko'rsatib o'taylik qushlarni. Men bilganlarim bor, albatta bilmaganlarim bor. Nomlari bilan aytib bersangiz, keyin yana boshqa savollarimiz bor, Xudo xohlasa chiroyli qilib yoritamiz aka. Bu qushimiz lariket, ko'pchilik biladi. Juda ham o'yinqaroq qush bo'ladi, go'ringlar. Bular kayik qushi. Bu ham hozir internetda juda ham zo'r aylanayotgan qushlar orasiga kiradi. Bular solnishniy aratinga deyiladi. Bular lorin gibridi. Bu esa mana aratingani yana ham noyob bo'lgan turi. O'zbekistonda sanoqli desa ham bo'ladi. Buni ham ko'rmaganman men. Bu ham rushnoy, qo'lga o'rgangan. Bu meyr qushi bu. Bu ham rushnoy. Bu qizil lori mana. Bular esa mana kalita. Kalita qushlari bilgan bo'lsangiz,
YouTube, Instagramda eng zo'r ko'rishli soni juda ham katta. Buni Xitoy bilan Koreya juda ham yaxshi ko'radi. O'yinqaroq qush bo'ladi. Yosh bolalar bilan yaxshi chiqadigan qush. O'zi ham mana multik ana. Qilibgan qiliqlari juda ham boshqacha. Ha. Mana hamma sevib boqadigan o'sha Jako. Buni African Grey deb nomlashadi. Bu gapirish bo'yicha bilasiz, Guinness kitobiga kiritilgan. Juda ham gapirishga moyilligi juda ham tez bo'lgan qush hisoblanadi. Bu mana beloqoqli kakadu bu. Bu xonadonimizdagi eng erkatoy kakadu to'tinimiz. Juda ham yolg'iz. Jaq qushda bu. Juda sho'x. Grisha, привет. Grisha, привет. Grisha. Sal videoda bu ham hayajonlanib turadi. O'ynab ber. Ana Grisha deydi. Bu nanisida turgan qush qanaqa qush? Bu Amazonka qushi. U ham qafasda turmaydi, ochiq o'rda yuradi. Qafasga solsam shu chiqar deb to'palan qiladi. Shunga uni tashqariga qo'yib qo'yganman. Hozir mana daraxtlar, tuvoylar, mashaqa qo'ndoqlar bu nimaga kerak? Bular qushlarni har kun shu joyga qo'yib yuboraman. Bu joyda o'rmonda yurgandan keyin yurishadi, maza qilib. Bir kun jakolarni, bir kun kakadularni, bir kun mayda qushlarni qo'yib yuboraman. Hammasini shu joyga qo'yib yuborsam, o'ynab, maza qilib yuradi endi. Hadeb qafasda o'tiraversa ham bo'lmaydi, rushnoy qushlar zerikib qoladi. Ko'pchilikda mana qushlar stressga tushib qoladi, rushnoydan chiqib ketib qoladi-da. Shuning uchun shu joyga qo'yib yuboraman, pragulka qilib, keyin yana qafasiga olib kirib qo'yaman. Shu joyda mashg'ulotlar qildiraman, ovqat beraman, shug'ullantiraman. Asosiy dam olish zonasi bu. Tushunadi. Endi bitta savol-da, qushlarni ko'ryapsiz, juda ham chiroyli, o'yinqara. Internet tarmoqlarida, boshqa joylarda ko'rganmiz. Hozir men o'zim ham jivoy mana kakaduni o'rtasini gapiradiganini ko'rib turibman. Bularda ko'pchilik masalan qiziqadi, boqib keladi. Boqayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Aktyorlarni qanaqa bo'lish kerak? Nisbatan qarash kerak? Maqsadga bitta javob berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p. Birinchi, mana kakaduyimizning yoshi 4 yoshda. 4 yoshli qushga bular o'zi 4 yosh degani, yoshi katta degani, donga tushib bo'lgan. Bularga beradigan ratsionim hozirda semishka beraman, suvli beraman, makka jo'xorini pishirib beraman, yong'oq beraman, mevalardan ozgina sabzi, ozgina olma, mevani ko'p berib bo'lmaydi birdaniga. Hali odamlar internetda ko'rib har xil mevalarni beradi-da, ko'rib turib, ha, qushlarga shu mevalarni bersa bo'lar ekan deb turib, o'zini miqdorini ko'paytirib o'rganda ichki ketib qolish xavfi bo'ladi. Shunga bilib bilmasdan ko'p narsalarni berib bo'lmaydi. Mana misol yangi kelsa qushlar sekin-sekin o'rgatib boraman, ozgina-ozginadan berib, misol qilasiz. Ha, odam o'zida ham misol bitta mevani yo narsani ko'p yeyorsangiz, sizga ham qanaqadir yoqmasligi mumkin-ku. Bularda ham xuddi shunaqa narsa bor. O'zini ratsioni bor. Keyin quruq suxoy donlari bor. Hozir donlardan bir qator sizga ko'rsatib o'taman. Misol jakoni olsak, jako kashidan chiqdi. Mana oddiy misol, mana kashidan chiqqan jako, bular 3,5-4 oylik jakolar. Doim semishga turadi oldida, quruq don. Mana makkani pishirib beraman. Makkani tovuqqa bergan oddiy makka bor-ku, makmak emas, o'zimiz jaydari makkani gazga qo'yib pishirib, ushaganda o'sha qo'lingizda eziladigan holat bo'lganda O'zi mana uni o'pdi. Boshladi kakadu. Mikrofonni olib qo'ydi kakaduyimiz. Mashalloh. Makka berasiz, oddiy makka. Ha, oddiy makka beraman, makkani pishirib beraman. Bir mahal shuni yeydi. Ozgina olma, ozgina banan qo'shib beraman. Yaxshi ko'rib hozircha mana berayotgan narsalarni ozgina banan beraman, ikkalasiga 2 kusok. Ozgina olma qo'yib beraman va semichka beraman. Keyin Belgiya doni bor, suxoy ko'rim deydi. Mushularda bilsangiz, suxoy ovqati bor-ku, aynan qushlar uchun ham spes chiqarilgan ko'rim bor. Shunaqa ko'rim beraman.
Semichka doim oldida turadi. Buni ertalab beraman, obeddan keyin o'zi olib tashlayman. Chunki bu ho'l narsa, tez aynib qolishi mumkin. Yeb qo'ysa, ichi buziladi, boshqa bo'ladi. Uzoq bilan 4 soat, 5 soat oldida turadi, olib tashlayman. Keyin kechki ovqatiga suxoy ko'rim beraman. Qush zo'r semirib, baquvvat bo'ladi bu ovqatlar. Keyin ozgina yong'oq qo'shib bo'lsa bo'ladi. Ko'p bermaydi, ozgina. Keyin mevalarni qo'shib borasiz. Birinchi o'rinda shu narsalardan boshlanadi, yangi ruchnoy qushlar uchun. Katta yoshli, 4 yoshlilardan hozir aytib 4 yoshlilarga o'zi hamma narsani yeyaveradi. Semichka beraman, makka jo'xori, bug'doy beraman. Ratsion har kun men bir xilda bermayman. Har xil holatda qilib, qushni turiga, naviga qarab, shunga qarab beraman. Demak, ruchnoy degani bir xil ratsion ketadi degani emas. Uni zoti turiga qarab turib, o'sha beriladigan narsalar ham o'zgaradi. Oddiy yana lori qushiga kelsak, lori qushiga xurmo beraman, olma beraman, makka pishirib beraman, anor beraman. Lori qushlari mevaxo'r qush bo'ladi. Bu o'zi asli. Asalni olib, ozgina asalni olib, quyuq qilib suvda tayyorlab, undan ham beraman. Keyin o'zini lorini spes kashasi bor, kasha beraman. Don yo ozgina nomiga berasiz. Bular tabiatda asosiy yeydigan narsasi mevalar bilan gullani ichidagi asal bo'ladi, nektari. Nektarini olib yeydi. E'tibor bersangiz, lorilarning qushini tilining ichida uchli taroqqa o'xshagan narsasi bor. Gulli ichiga kiradida asalni totib yana olib chiqadi. Ko'pchilikda kuzatganman, oddiy don semishga berib qo'yishadi bu qushlarga. O'shanda patlari xunuk chiqib ketadi. Buni yeydigan o'zini ovqati bor, yeydigan o'zini ko'rimlari bor, spes ovqatlari bor, o'shalarni berib shunaqa parvarish qilinadi lorilarga. Aratinga bu qushlarga kelsak, ajrelevi aratinga, misol mana kalita qushlariga oddiy o'zimizni tariq, semichka, ozgina bug'doylardan undirib beraman, makka pishirib beraman. Ba'zida ozgina grechka, javari, mosh, ozgina pishirib beraman. Aynan yaxshi ko'rgan ovqatini yetgan ekanda ko'pgina qilib berib bo'lmaydi, chunki ichi buzilib qolishi mumkin. O'zini miqdori bor, o'zini o'lchovi bor, shunga qarab berib boraman. Tushunadi. Hozir mana ratsion bo'yicha gaplashdik, ruchnoy qushlarni. Ko'pchilik ruchnoy qush oladi, razmeri masalan kattaroq bo'ladi yoki kichikroq bo'ladi. Mana shu razmeriga qarab turib, qanaqa qafaslar tavsiya qilasiz? Xo'p, kakaduga mana. Kakaduga shu qafas mos keladi. Maza qilib yuradi, stressga tushmaydi. Bundan ozgina kichikroq bo'lsa ham turaveradi. Endi kakadu sotib olgan odamda ham bunaqa katta qafas bo'lish kerak-da, chunki bu qushga bo'ldi qush sotib oldim, qafasga qamab qo'ydim degani bilan ish bitmaydi. Buni o'zini qaravi bor, e'tibori bor. Ruchnoy qushlarda ko'pchilik menda yozishadi, aka, qushim tishlaydigan bo'lib qoldi, to'palan qilyapti, qo'limga chiqmayapti deyshadi. Lekin ular bilan shug'ullanib turish kerak har kun. Misol yo'q deganda kirib 1 soat yoki yarim soat shunda oldiga borib, prosta gaplashib turing. Gapirasiz, boshqa qilasiz, nima gap, tinchlikmi deb qo'l-ahvol so'raysiz. Yangi sotib olganlarga ham shunaqa tavsiyalarni beraman. Hop, razmeriga kelsak, mana kakadular shunaqa qafasda zo'r yuradi. Jako boquvchilarga mana. Jakoga shu razmerdagi qafas ham yaxshi. Bu ham yaxshi mana. Mana aratinga turibdi-ku, bundan kattaroq bo'lsa ham yaxshi. Kichkina mana kalitalarga, karellalar qushlarga, ajrevli qushlarga mana shu razmerdagi qafas juda ham mos keladi, zo'r. Tushunadi. Aka, yana shu o'rinda bitta savol. Mana men o'zimda ham ko'p bunaqa narsa uchraydi. Ruchnoy qushni mana bunaqa tushunilar ekan. Sotib oldim, bo'ldi, u menga o'rgandi. Xullas, qo'limga to'sam kelish kerak, cho'qimaslik kerak degan narsa tushuncha bor ekanda. Mana shunga qanaqa to'g'ri narsami tushuncha yo bu boshqacharoq bo'ladimi? Nima qilish endi sotib olgandan keyin? Birinchi o'rinda menda ham ko'p bunaqa savollar tushadi. Ruchnoy qushlarda mana oddiy shu ham ruchnoy mana. Hamma ham ruchnoy deb sotaveradi, lekin mana ishlash yo'q mana. Tumshug'ida. Mana o'zingizdan bundoq berib ko'ring mana. Bundoq qilib mana qo'lingizga. Qo'limni. Mana qattiq sizga haligi tajovuz qilib tashlamayapti mana. Qanotlarni orani silatadi, boshqa qiladi. Ruchnoy qushlar asosiy misol siz yangi bitta oddiy jakoni misolida qilib aytaylik. Jakoni sotib oldingiz.
mani uyimdan ketdi, sizni xonadoningizga bordi. Hop, bu qush shu muhitga o'rganish kerak. Menga misol yangi qush kelsa, men 5 kungacha qo'limga umuman olmayman. 5 kun, 6 kungacha qo'limga tegmayman. Oldiga boraman, ozgina don berib turaman. Ovqatlarini qo'limda ozgina berib turaman. Agar qo'limdan olmasa, men borib majburlab qo'limda bermayman. Sizni kerak bo'lsa hidingizga o'rganish kerak. Sizni turgan xona haroratiga, sizni misol yuzingizga qush ko'nikish kerak. Yangi egasi keldi, yangi boshliqlar keldi. Misol bizdan sotib olib, uyda hamma bola chaqa, bizda endi serfarzand-ku hamma. Kelib turib, qiziqib turib, bir kishi bittasi kelib turib dumidan totdi, bittasi kelib turib ovqat beradi. Qush stressga tushib qoladi. Stressga tushib qolgandan keyin menga dilboq qilishadi, aka, qush mana shunaqa ishlayapti, nima qilsam bo'ladi, qanaqa maslahat berasiz deyishadi. Unda maslahatim mana shu holatda turibdi, mana. 5 kun oldiga borib, prosta gapirib turasiz. Jako deysiz, salom deysiz, o'rgatasiz. Qush sizga yuzingizga o'rganadi. 5 kun, 6 kundan keyin sekin qafasini ochib, mana shu holatda qo'lingizda don berasiz, mana. Qo'lingizda don berib, bu o'rgan bo'lganda bu. Qo'lingizda don berib, olish boshlaysiz. Birinchi mana shu holatda turaverasiz. Sizga o'rganadi, qo'lingizga o'rganadi, boshqa qiladi. Keyin mana silash boshlaysiz. Har kun o'zi trenirovka qilsangiz, qush sizga o'rganib boradi. Mana shu haqiqiy rushnoy mana. Qo'lni tishlamaydi. Mana qanotlarning orasidan mana silayman. Umuman ishlash degan narsa yo'q mana. Ishlaganda ham qanaqa o'ynashadi bu, qattiq tishlamayapti mana. Silasa bo'lar ekan, sirazi rushnoy qushni oldim deb turib, sirazi borib silash kerak emas-da, qush bezib qoladi. 5 kun, 6 kundan keyin, 10 kungacha sekin sizga o'rganguncha shunaqa nima qilib turasiz. Mana bu kakado'yimiz sal sho'xroq. Aka, bunga savolga javob oldik. Sotib olgandan keyin birdaniga buni yana bosim qilib nima qilish kerak emas. Sekin asta-sekin o'rgatiladi. Moqtashar ekan, bu ham odamga o'xshab, masalan, o'zimiz ham sayohatga chiqsak, hali boya aytdingiz, mehmonxonada yotsiz, baribir diskomfort his qilasiz. Uyingizda o'zingizda eski yostig'ingizni yotsangiz ham maza qilasiz. Bu ham xuddi shunaqa o'rganilgan. Aka, hozir mana kakada umuman boshqacha, afrikanskiy grey deydi buni. Afrikan grey, Jako deydi. Jako umuman boshqacha o'zini tutyapti. Mana bu qushlar umuman boshqacha tutyapti. Xarakteri bo'yicha bitta misol qilib keltirib bersangiz. Hamma qush har xil xarakteri bo'ladi. Misol, Jako og'ir bosib qush. Bunaqa harakatli, aktivniy qush emas deb men ham o'ylayman, lekin shuncha yillarni boqqan bo'lsa, hamma qush xarakterini bilaman. Jako asosiy moylik gapirish o'rganish kerak. 5-6 oyligidan gapirish boshladi Jakolar. Misol, sekin oldiga borib, bir xil vaqtda yoki ertalab yoki kechqurun borib turib, nima so'z sizga yoqsa, assalomu, birinchi kichkina iboradan boshlaysiz, keyin o'rgangandan keyin kattalashtirib boraverasiz. Bitta so'zni 1 oy, 2 oygacha o'rganadi Jako. Eng gavjum joyga qo'yib qo'yasiz. Misol, sizni ismingizni chaqirishadi uyda, yo meni ismimni chaqirishadi. Shunda Jako juda ham qobiliyat kuchliligidan tez so'zni ilg'ab oladi. Kakadular juda ham sho'x qush hisoblanadi. Aktivniy qush hisoblanadi. O'yinqaroq bo'ladi kakadular. Sal shustrayroq qush hisoblanadi. Bular mana o'ynashadi. Umuman odamni zeriktirmaydi kakadular. Muzikalarga o'ynaydi, boshqa qiladi, gapiradi. Bu kalita qushlari umuman men bu qushni yosh bolada go'dak deb hisoblayman bularni. Juda ham beozor qush hisoblanadi. O'ziga yarasha o'yinlari bor, boshqasi bor. Lori umuman boshqa qush bu. Lori juda ham o'yinqaroq qush hisoblanadi. Mana shu idishlarga suvni qo'yib qo'yaman, to'kadi, boshqa qiladi, yiqitadi. Buni YouTube'da ham Lori qush deb yozilsa, qo'lga o'rgatilgan Lori qushlarni ko'rilsa, hammasi o'ynak qush bo'ladi. Juda ham hali sakrab yuradi. Shunaqa xarakterlari bor. Aratinga ham misol bu rangi bilan ajralib turadi. Bu ham zo'r. Endi hamma qushni o'ziga yarasha xarakterlari bor. Yana bitta savol aka. Gap o'rgatish bor-ku, hozir tushuntirdingiz. Masalan, bir oy davomida bitta so'zni oladi, Jako deysiz. Qolgan qushlar unga nisbatan sekinroq oladi. Lekin hammasi gapiradimi yo gapirmaydigan qushlar bormi to'tilar ichida?
men ko'rganlarning ichida hamma qush gapiradi, lekin misol mana o'zi men qanaqa ohangda gapiribdiman, qanaqa so'zda gapiribdiman, Jako ham xuddi shunaqa ohangda, xuddi shunaqa ovozda so'zni qaytaradi. Keyin katta iboralarni Jako yodlaganda, misol ko'proq mana suralarni ham yodlaydi, internetda chiqib ketgan katta iboralarni, bunaqa turdagi qushlar gapiradi. Sal ozgina chaynalish bo'ladi. Zo'r tushuna olmaysiz-da. Lekin Jakoda, Maynada, o'sha qushlarda gapirish nimasi mo'yilligi juda ham kuchli. Mana Kakaduda Kakadu og'ir gapiribdi mana, eshitiladigan darajada, qattiq gapiradi. Jakolar qanaqa ibora yodlashingizdan tashqari, mana yodlab yoshi katta bo'lgan sari katta so'zlarni ham o'rganib ketaveradi Jako. Shunaqa qobiliyati bor Jako. Endi o'rgatishi qanaqa bo'ladi degan savolga kelsak, 5-6 oyligida misol shunaqa qonoqqa o'tkazib qo'yasiz Jakoni yoki o'zini qafas. Xuddi yosh bolalar dars o'tadi-ku. Ertalab 8 da dars boshlanadi. Darsga kirgandan keyin qush oldiga borasiz. Bir xil vaqtda 15-20 minut salom yo assalomu alaykum yokida Asadbek yokida Odilbek deb qanaqadir odam so'zini 20 marta, 30 marta, 100 marta yonida pauza bilan qaytarasiz. Asadbek deb turib so'zni eshitadi-da, anglab olish kerak. Misol assalomu alaykum ozgina pauza bo'ladi-da, yana bitta qaytarasiz. Sirazi ilg'ab olmaydi. Endi qachon unaqa sirazi ilg'ab oladi? Yosh katta bo'lgan sari, yosh katta bo'lganda o'shanda tez so'zini olib, bir marta o'zi tili chiqib bo'lgandan keyin uyog'iga sekin boshqa so'zlarni qo'shib boraveradi. Misol ertalab 8 da o'rgatishni boshladingizmi? Ertasi kuni o'sha 8 da kirib so'zni qaytarasiz. Kechqurun yana bitta tanaffus bo'lib, yana 5-6 ishdan kelgandan keyin yana 15-20 minut yonida gapirib qo'yasiz. Shu bilan effekti bo'ladi albatta, shuni qilinsa. Hozir azizlar qadrdonlar mana ushbu qushlar bo'yicha ancha ma'lumotni oldik. Endi narx bo'yicha bitta necha puldan necha pulgacha bo'ladi bunaqa qushlar? Tushuntirib bersangiz bo'ladi. Bu joyimizdagi qushlar $350 tortib, $3,500 qush bor. Turiga qarab, sifatiga qarab. Endi zo'r narsa zo'r baho bo'ladi. O'rta sifatdagi narsa o'rta sifat baho bo'ladi. Past sifatdagi narsa pastroq baho bo'ladi. Endi kimga tavsiya qilsangiz ham, mana siz ham zo'r narsani tavsiya qilasiz. Endi boqqanga yarasha zo'rini o'qish kerak. Endi nima qush bo'lishdan qat'iy nazar, valnisti bo'ladimi, aratinga bo'ladimi, iloji boricha sog'lom zo'r qush olgan olish tavsiya beraman. Endi mana hozir bu ruchnoy qushlar boyda gaplashganimizda aytgan edik, biz chet elda ham hamkorlarimiz bor, eksport bo'yicha ham shug'ullanamiz dedingiz. Nechta davlatlar bilan masalan oldingi yili shu eksport bilan shug'ullandingiz? Keyin bu kelajakda yana qanaqa nimalar, rejalar bor? Hop, eksport masalasiga kelsak, bizning asosiy ya'ni savdoyimiz 60-70% eksport bilan. Xitoy davlatiga eksport qilganmiz. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, yana SNG davlatlari, ko'p davlatlar bilan hozir hamkorlikdamiz. O'tgan yili toshbaqalarni jo'natgandik Hindistonga. Mana yetib bordi. Yana yangi shartnoma qilyapmiz. Bu yil mana yaqinda aynan Instagramdan kelib, Vyetnamlik mijozimiz kelib, 300 ta 400 ta qushga zakaz oldik. Bugundan kechadan o'zi yig'ishni boshlaymiz. Vyetnamdan keldi. Vyetnamdan keldi. Aynan Instagram sahifamizni kuzatib keldi. Shunga hammaga tavsiya beraman. O'zini brendini rivojlantirish kerak-da. Bu ham bitta soha, bu ham bitta kasb endi. Hamma o'zini mahsulotini olib chiqib, mana biz ham shunchalik ko'rib, shu mehmon ko'rib, ko'ziga ishonmasdan keldi, ko'rdi, yoqdi, kontrakt tuzdik, xudo xolasa, endi jo'natishlarni olib boramiz, xudo xolasa. Aralarda qaysi tomonda? Aralar bu tomonda mana. Shu katta qafasda asosiy aralar turadi. Mana atayin qalin qilingan aralar juda ham tumshuq, baquvvat bo'ladi. Mo'minjon aka, hozir bu arani oldiga kirishdan oldin bitta vidni ko'rsatib olaylik. Azizlar, qaranglar. Aytganimizda chorva deydi, masalan, mol ferma, qo'y ferma bor, eshitganmiz, lekin
Qush fermani ko'pchilik eshitmagan ekan. Haqiqatda qushga, shu ekzotik qushga moslab turib binolar qilingan ekan. Qafaslar ham juda ham chiroyli, ekzotik holatda turibdi. Bunda kirib ko'rib, bir chekkada o'tirsangiz ham ancha-muncha kayfiyatingiz nima ko'tariladi. Ekzotik holat, mana shu atmosferani o'zida mana videoda ko'rib turibsizlar. Agar keladigan bo'lsalar, juda ham boshqacha atmosfera. Men o'zim ko'rib, mana maza qilyapman. Bitta arani ko'rsataymi o'zini? Asli arini ko'p bezovta qilib bo'lmaydi. Sizlar uchun mana ko'rsatamiz. Hozir ko'payish nimasida, harakatida. Ha, ko'payishga sekin boshlashgan. Ha, shunaqa. Do'stlar qaranglar. Ara endi katta qush bilasizlar. Shuning uchun kattaroq joy qilingan ekan. Aramizda yoshi nechida o'yinjon? Bu aralar hozir 950, 850 aralar bor bizda. O'shandan biri turadi. Mana bu joylari tabiiy mana qalin daraxtlardan qilib qo'yganman. Ikkita uyasi, bu yoqda mana don turadigan joylari. Bu hozir bir juft, bittasi erkagi, bittasi ayoli. Buni erkak ayolini bilishni eng zo'r yo'li DNK qildiriladi. Ya'ni laboratoriya bo'ladi. Hozir O'zbekistonga ham keldi. Ilgari biz Moskva, chet davlatlarda qildirib kelardik. Ya'ni aniq bilish uchun DNK, ya'ni laboratoriya qildiriladi. Ari katta qushida qiyin-da, chunki erkak ayolni ajratish. 100% bilish uchun hammaga tavsiya beraman, DNK qildirish kerak. Hozir ikkita endi ilishdan maqsad nima aka? Bular Valnisti, Karela, Nirashga o'xshab tez ko'paygan qushlar turiga kirmaydi. Narx bo'yicha ham shuning uchun aralar qimmat bo'ladi. Shunga ikkita uya qilib qo'yganmiz. Ko'p o'rmonlarda, ya'ni pitomnilarda shunaqa plastik bochkalarga joy qilib qo'yadi. Internetda ko'p ko'rganman. O'zini standartida ham shunaqa uyalar bor. Shunga bitta plastik, bitta mana ya'ni yog'och taxta mahsulotidan qildirilgan. Ichiga ham hozir endi ko'rsatib bo'lmaydi. Loy bilan ozgina somon aralashtirib turib, chuqurroq qilib nima qilib qilingan, joy qilingan. Ozgina somoncha tashab qo'yilgan. Ya'ni u ham tabiiy holatda bo'lsin degan maqsadda. Hozir endi ichini ko'rsatib bo'lmaydi. Men og'ziga tushuntirib o'tib ketdim. Ularda tishlash masalan, shu tumshuqlar ham baquvvat bo'ladi deyshadi. Hozir men qo'noqda bir gaplashganimizda kerak bo'lsa 3 kunda almashtiraman deyapsiz. Bularga temir qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Chunki odam zirkish ham bo'ladi. Baribir hali har kun almashtiraversangiz zirkasiz-ku. Temir ham qo'ysa bo'lardi, lekin bular uchun mana shu narsa kerak-da. Tishi qichiydi, boshqa bo'ladi, vitamin kerak bo'ladi, har bir holat. Tumshuq o'sib ketishi qushlarda o'zi asli shundan bo'ladi. Shunga yangi mana terak, daraxtlar mana shu joylarni mana olganman. Shu joylarni o'ynashib olgan. Shu narsa kerak bular uchun qilib beriladi, qo'yiladi. Adashmasam 15-20 kunda shu joylarni polniy buzib tashlaydi. Boshqa charchib g'ajib tashlaydi. Keyin yana qo'yamiz. Bularga kerak-da chunki. Hozir menga ko'rsatdilar, azizlar, kamerani qaratingda. Mana shu betonda ham shu aralar g'ajigan. Aralar, ha. Ular uchun mana maxsus baribir g'ish, mana oddiy o'zimizni guvala deydi. Ha, shuni mana g'ajilagan hammasini. Bu qolib unga o'tgan. Endi qush zirkadi, bu joyda boshqa qiladi, shunga o'ziga bir ermak holatda shunaqa ishlarni qiladi-da. Hozirgi harorati bor-ku mana. Mana shu haroratda ham ara ishlaydimi, ishlamaydimi? Yo'q, hozirgi kunda sal bu sovuqroq holat, maksimum isitishga harakat qilamiz. Asosiy bahor oylarida harakat qiladi. U yoqda uje bittasi tuxumga harakat qilib turibdi. Oxirgi valyerdagisi o'tgan yili tuxum qo'ygandi, sovuq mahal qo'yib qo'ydi. Ochib chiqmadi. Endi bu yil yana harakat qilibdi. Albatta ochib chiqadi degan umiddamiz. Endi shular ko'paysa, shu O'zbekistonni yetishtirib, O'zbekistondagi ro'shno boqadigan insonlarga eksport qilinadi. Maqsad shu sohani rivojlantirishda endi. Bularda ham ovqatlanish tartibi kunda bir mahalmi, ikki mahalmi nima beriladi? Men bularga 2 mahal xabar olaman. Asosiy bularni hozir berayotgan ovqatlarim
semichka beraman, bug'doy, makka, ba'zida undirib beraman, ba'zida pishirib beraman. Nekton S, Nekton B shu suvga aralashtirib beraman ba'zida ovqatiga mягкий ko'rim qilib tayyorlab beraman. Yong'oq ko'proq beraman, bodom beraman, keyin yana o'zimizni funduq deydimi? O'sha funduqdan beraman. Xullas, tabiatda nima yesa shuni yetkazib beriladi. Keyin hozir archa bor. Archa mevasi, kashtamini, ko'k, ha. O'shanisini ham bir olib kelib tashab qo'yaman. U ham foyda. G'ajilaydi, boshqa qiladi. Asosiy bular yog'li ovqatlarni yaxshi ko'radi arilar. Tushunarli. Bularda mana masalan har xil turi bor, scarlet degani bor. Men bilmasdim, valingda ma'lumot berdingiz, mana ikkita yonidan o'sha sariq anaqasi. Giatsint ara deydi. O'shalarda nima noyoblari dedingiz, bular noyoblari qimmat turi hisoblanadi. Bularda narxi masalan eng arzonidan eng qimmatigacha necha pul oralig'ida bo'ladi? Hop, bular arilarni eng arzoni sini jo'lti ari. Hozirgi O'zbekistondagi narxlari 4000, 4500, ko'payadiganlar undan ham qimmat. Endi ko'paygan qushni hamma ham arzon narxga sotib olmaydi, chunki ko'payib turibdi-ku, daromad yaxshi kelyapti. Hech kim sotgisi ham kelmaydi, sotsa ham qimmatroq narxga sotadi. Eng qimmati 50, 60 ming, 100 minggacha ham bor. Mo'minjon aka, hozir mana bu tomonda aralarni ishlash jarayonida turibdi dedingiz. Do'stlar, dezda qilmas ekan. Kelinglar endi valnistiylar, yangi partiyalar keldi, mutatsiyalar keldi dedingiz. O'shalarni ham bir ko'rsatsangiz. Kirib bo'ldi, tanishtiramiz. Xo'p, azida qaranglar, mana shu bitta, ikkita, uchta, to'rtta arani havaslar ekan. Juda ham katta qilgan. Ovozini qaranglar. Buni agar tabiatda eshitsangiz, maza qilib olsangiz kerak. U joyga kirgani bezda qilib qo'ymaylik. Bilasizlar, qimmat qushlar. Agar tuxum qo'yishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, bezda qilsangiz stressga tushib, biz jarayonni buzib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun kelinglar boshqa narsalarni ko'rishga harakat qilamiz. Aynan hozir qish fasliga uchun hamma qushlar o'zi ichkarida-da. Agar bahorda yana bir kelasizlar, yozda yana ham yangiliklar keladi. Qush chiroyini faqat bahorda, yozda ko'rasiz. Tashqariga chiqib cho'miladi. Boshqachadan uni tomosha qilgan. Mana arilar shu joyda tashqariga qo'yib yuboraman, shlangda suv sepib turaman, kelib tagida cho'miladi, maza qilib, uni ko'rib bir boshqacha zavqlanasiz-da. Nasib qilsa bir bahorda kelamiz aka. Xudo xohlasa bahordan bitta syomka qilib boramiz. Bu tomon o'sha nima deydi? Kichik razmerdagi qushlarga mo'ljallangan. Kichik razmerdagi qushlar. Mana kecha ham bu yoqda valnistiylar turuvdi. Katta qafasga o'tkazdik. Bu shu valnistiyning qafaslari edi. Maşallah. Beshta borda. Endi aka buni sanasi barakasi o'sib ketib qoladi. Hop, men tushunishim bo'yicha albatta double black ko'ryapman, black face'lar ko'ryapman. Bu joyda 5-6 xil, 10 xilgacha valnistiy bor. Bunaqa partiyada hozir men tushunishim bo'yicha ko'pchilik olib kiramadi aka. Bu o'zlarining chet eldan olib kirganmi? Ha, o'zimiz olib kiramiz. Biz endi sohamiz-ku. Maqsadimiz O'zbekistonga sifatli qushni yetkazib olib kelib, hamma foydalanib boqsin degan maqsadda qushlarni olib kelganmiz. Kelajakda shu qushlar ko'paysa, bolalarini ham o'zimiz niyatdamiz eksport qilamiz shularning bolalarini. Qadrdonlar, bu men internetlarda ko'rib yurdim. Men bir ikkita jonli holatda ko'rdim. Double black face'larni, lekin bunaqa katta miqdorda ko'rganim yo'q edi. Hozir men aka o'zim ham hayratlanyapman. Qaranglar, qora qanot deysizmi, double black deysizmi, double face deysizmi, hammasidan bor. Bularda привозной deyishadi. Chetdan kirib kelgan qushlar, ko'pchilik qushbaqa degan akalarimiz bilishadi. Hozir nasib bo'yicha ham sizlar bilan xudo xohlasa chiroyli ma'lumotlar olib berishga harakat qilaman. Mo'minjon aka, men o'zim valnisti boqaman uyda. Har xil qatasim bo'lib ketdi. Endi muqobil eng yaxshi varianti razmeri qaysi qatasi? Ko'paytirishga oson. Xo'p, birinchi o'rinda aynan shunaqa qafas oling deb tavsiya bermayman. Bu o'zimiz Xitoydan chiqayotgan qafas. Ko'pchilik biladi. Razmer 60 ga 40 razmer, zo'r razmer.
imkoniyat. Bu 60 ga 30 ga. Bunda ham yaxshi ko'payadi. Bunda ham yaxshi ko'payadi. Shu ikkalasi ham. Keyin ko'pchilikda ko'ryapman. Shu mana setkani ko'rdingiz-a? Bu bardoni, bu setkasi. Setka bo'lish shart. Valnisli bo'ladimi, qanaqa qush bo'lishidan qat'iy nazar. Shu setka bo'lmasa, misol oddiy misol, don tushadi, valnisli bilan kitob qush bo'ladi. U yoqqa tiqadi, o'zini bu yoqqa tiqadi, nimadirlarni yeb ko'radi. Don tushib, shu donni yesa, o'zini oqlat bilan yeb qo'ysa, kasal bo'ladi, ichi kasallanadi. Shunga tavsiya beraman ko'pchilikga, shunaqa setka bo'lsin tagida. Shunda qush ham sog'lom yuradi. Yana ham kasal bo'lishini oldin degan maqsadda aytib ketyapman. Shu razmer juda zo'r holatda, o'zi asli standartda bu qafas kaltaga uzunachasiga bo'ladi. Men ularni standartni buzgan holatda mana ikkita qo'yib qo'ydim. O'zimning tajribamdan kelib chiqib, mana to'g'ri holatda qush u yoqdan bu yoqqa sakrab yuraveradi. Stress bo'lmaydi, ves yig'maydi, harakat ko'p bo'ladi. Shu bizda bu deyapti ana. Qonog'ini uy sharoitidan qafas yasagan odam uzunasiga qilmasligi kerak. Bu tarafda tomonni yiqib qo'ysa, xuddi shunaqa. Taomlangandan keyin u yoqqa sakraydi, o'ynaydi, hazmi ham yaxshi bo'ladi, o'zini yaxshi tutadi. Mana oddiy misol mana. Bundoq qilsangiz, mana u yoqdan bu yoqqa sakrab o'tibdi qush. Bu yoqdan bu yoqqa sakrashga imkoniyat bor. To'g'ri qilib qo'ysangiz, qush u tomonga to'g'riga uchadi, turaveradi. Hech qanaqa holat bo'lmaydi. Lekin kaltakdan kaltakka u yoqdan bu yoqqa o'taveradi. Shunda stress ham bo'lmaydi, maza qilib yuradi. Hozir mana qushlarni ko'rdik. Rushlodi, mana qo'yga o'rgatilgan qushlardan ko'ra, arani ham ko'rdik. Ferma katta. Buni bitta o'zingiz qilasizmi yo bormi she'rlar yoki? Yo, endi bitta o'zimning qushim yetmaydi. Bu yerda komanda bor albatta. Hozir Xo'jakbar ukam bor. Chaqirib kelaman. Bir qator sizga qanaqa qaraladi, nima ovqat beradi. Men asosiy ko'rdingiz katta qushlardan bo'shamayman. Ular sal sho'xroq. Ular bilan shug'ullanish qiyinroq. Bular bilan Xo'jakbar ukam shug'ullanadi. Hozir sizlarga ma'lumot berib o'tadi. Xo'jakbar aka hozir endi valnisli kichkina razmerdagi qushlar bo'yicha Xo'jakbar akam bizga hozir tushuntirish beradilar. Umidjon aka, katta rahmat. Juda zo'r ma'lumotlarni berdik. Hali davom bor, ko'rsataman. Bormi yana? Azizlar, video hali yana davom etar ekan. Xo'jakbar aka, men birinchi ko'zim tushgan narsa mana shu narsa bo'ldi. Bu nima bu? Nima qilinadi? Bu hozir qushlarni qanaqa holatdaligini yaqindan ko'rish imkoniyatini beradi. Qushni nimadir haligi ko'rinishlarini ko'rsa bo'ladi şeyda. Bu xullas nima deydi? Xuddi haligi showroomga o'xshagan narsa qushni chiroyini, patidagi ranglarini tana ko'rsatgani yordam beradi. Shunaqa. Hozir orqasida ranglar bor ekan, yashil, qizil. Orqasida har xil ranglari bor. Qushni rangiga qarab uni o'zgartirsa bo'ladi. Demak, bu rangni masalan qoraga olib o'tadigan bo'lsangiz, qushdagi ko'rinish boshqacharoq. Boshqacha chiqadi, boshqacha chiqadi. Azizlar, ajoyib chiroyli narsa ekan. Hozirgi bu ko'rib turgan qushimiz Black Face qushini yirik razmeri. Black Face bu chetdan kirib kelgan. Bu привозной. Hozir mana shu holati bir jup ekan, adashmasam. Bir jup. Yoshmi bu yo? Yo'q, bular tayyor. Tayyor. Tayyor, ishlashga tayyor qushlar. Razmerlari ham juda ham yirik. Bunaqa hajmdagi, bunaqa ko'rinishdagi qushlarni topish juda ham qiyin. Ko'pchilik misol olib kelinadi, qush razmeri kichkina bo'ladi. Lekin bularda razmer katta. Bemalol solishtirib ko'rishsa bo'ladi qushlar. Xo'jakbar aka, savolda, xo'p mana chetdan kirib kelyapti bu qushlar. Ko'pchilik gaplar bor, mifsi, nima deydi, gaplar bo'ladi, kirayotganda anaqa pilotini o'ldirib qo'yishadi, boshqa bu shunga o'xshagan savollar bor. Kirib kelayotganda o'zi shunaqa holat bo'ladimi yo olib kelayotganlarni hamma narsani ko'rib olib kelasizlarmi? Xo'p, bizda eng haligi farqli tomoni shunda, qushlarimizni piloti xudo xolasa hammasida bor. Chunki sotilgan qushlarni ham hali hech kim bizga misol piloti yo'q ekan deb haligi ular tomonidan jalba tushmagan bizga. Hamma qushlarimiz piloti bor, ishlab turgan qushlar bular ko'pi. Bu taraflarda xudo xolasa qushlarning nuqsoni aybi yo'q. Hozir O'zbekistonda yangi mutatsiyalar kirib keldi mana, ko'rib turibsiz. Black face, double black, har xil turlar mavjud.
xalqimizga iloji boricha yaxshi, sifatli, tozaqon qushlarni yetkazib berishda davom etmoqdamiz. Shuning uchun bizning xaridorlarimiz doim yana qaytib kelishadi. Nimaga? Chunki biz doim sifatli qush beramiz. Hozir mana mutaxassis qushlarda bola ochgan, tuxum qo'yganlari bormi, yo'qmi, bir qator shulardan ko'rsatasiz yoki o'zingizdan masalan bergan kommentariyadan ham hozir mana tuxum qo'ydirganlari bo'ldimi, yo'qmi? Chunki yangi qushlar-ku bular. Kelishganga hech qancha bo'lgani yo'q. Shunaqa. Hozir imенно shu black face'lar yoki double black'larni ko'pchilik ko'paymayapti yoki ko'paytirish qiyin ekan deyishyapti. Men hozir sizga black face babichkani o'zimda ko'payib turganini ko'rsataman. Isbot tariqasida mana bu qushimiz ishlagan pari. Tuxum qo'yganiga 5 kun atrofida bo'ldi. Bu ham привозной qush, chetdan olib kelingan black face babichka. Hozir mana ko'rsatamiz. Beraymi? Hozir mana shu nechta tuxum bo'ldi bor ekan? Hozir 4 ta tuxum qo'yibdi. Gnezdosi ham boshqacha ekanmi hozirgacha? Ha, gnezdosi ham import qilingan gnezdolar. Iloji boricha bu qushlarga maksimal yaxshi sharoit qilinyapti ekan. Ha, shunaqa. Maksimal sharoit beryapmiz. Keling, hozirgacha mana shu joydan tanishtirib borsiz. Chunki bizni kuzatuvchilarda ichida bu qush haqida ma'lumotli yo'qlar bor. Borlar bor. Borlar-ku bitta ko'rishsa biladi. Shunaqa. Lekin yangi masalan boqishni boshlaganlar bilmaydi. Shularda mana unisi masalan qanaqa, bunisi qanaqa tushuntirib bersiz. Xo'p, bunisi qora qanot deyiladi. Qora qanotni black face ga juplab chiqarilgan. Ya'ni bu qora qanotda black face ham qoni bor. Bolasidan ham black face chiqadi, ham qora qanot chiqadi. Bular qanaqa mana hozir jupi? Bu esa bu ham qora qanotga turga kiradi, lekin boshqa rangi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Radujningni yana bir ajoyib rang va ajoyib razmerdagisi bor. Mana. Bu ham chetdan kirib kelgan. Bu ham привозной chetdan kirib kelgan qushlar. Tushunarli. Endi bitta black face bilan double blackdan ko'rsatasiz. Mana double black mana uni ko'rsatamiz sizga. Eng sifatli double black mana hozirgi kunda shular. Rangi ham o'sha rangi ham tim qora. Buni har xil rangi bor double black ham. Boshqa ranglarni ham hozir ko'rsataman. Hozir mana mana qanaqa zoti nima buni? Bu Texas deyiladi. Texasni hozirda ko'p ranglari bor. Bu ranglari ham juda ham haligi noyob ranglaridan. Black face ko'rsating, hozirgacha. Bo'ldi, black face hozir ko'rsatamiz. Yuraver. Mana bu ham black face. Ha, double blackdan black face farqi nimada? Farqi uni qonatida double black qonati qora bo'ladi, lekin yuzi shunga o'xshagan qorantir bo'ladi double blackda. Lekin black face'da qanotida sariq yoki oq tochkalar bo'ladi. O'shanisi farqlanadi. Mana bu tomonda ham qushlar bor ekan. Ha. Asosan qora qanot, double black face'lar ekanda bu joyda. Shunaqa. Radujnilar endi kam. Mana bu misol double blackga green, ya'ni yashil rangi. Bu ham noyob qush. Rangi bo'yicha. Ha, rangi bo'yicha juda ham noyob qush. Yana shunaqa rangi noyoblaridan Albatta bo'ladi. Mana bu yerda violet rangi double blackga. Mana ikkovi ham violet bular. Modasi ham, nari ham shunaqa. Bizda juda ham ko'p eksklyuziv qushlar bor, ya'ni bir juftdan bor xolos mana qushlardan. Bulardan biri mana bu hakka radujni. Bularning noyobligi razmerida. Oddiy valnistiydan ko'ra bularning razmeri kattaroq.
Ha, bu ana nemis chex deyiladi-yu. Razmer ularga boradimi? Ha, boradi bular. Endi bu ratsion qana bo'lyapti? Hozirlarga bularga nimalar beryapsiz? Vitamin beryapsizmi? Ha, bularga qarayapsiz. Bularga birinchi olib kelinganda hammasiga vitamin beriladi. Chunki qushni yangi kelgan paytda immunitet tushib ketgan bo'ladi. Biz birinchi o'rinda immunitetni ko'tarib olamiz, ishtaha ochiladi ki bemalol ovqatlanib yeyaveradi. Hozirda ratsionda 10 xil don bor. Tarig'i hamma turi, kanarechniy smena deydi, kanareyka yeydigan uzunchoq don bo'ladi, undan beriladi. Hop, suli, arpa, ba'zi bir holatda grechka ham beramiz, suvda pishirib turib, yumshoq holatga keltirib. Bundan tashqari bularga mягкий корм, ya'ni yumshoq ovqat qilib beramiz. Chunki bu yerda yosh qushlar ham juda ham ko'pda. Ularga doim mягкий корм berib borish kerak. Shunda qush baquvvat o'sadi. Ya'ni men hozir mana bu joyda bir ikkita narsa ko'rdim. Nekton S, Nekton kalsium plus turibdi. Bularning vazifalari qushlarga nima? Xo'p, beradi hozirlar aka. Biz birinchi kelganda Nekton S beramiz. Bu o'sha multivitamin hisoblanadi. Ya'ni qushga nima kerak? Hamma vitamin bunda bor. Bu kalsium esa yetishmovchilikni to'ldiradi. Ya'ni qushlarga qanotlarning osilishi, suyaklarni haligi yaxshi ishlata olmasligi yoki o'sha qushlarda nimadir kasallik bo'lishi mumkin. Haligi suyak tomonlarda yoki qanotlarda yaxshi ucha olmasligi mumkin. Shunda kalsiy berilsa u yordam beradi. Bu-chi bu. Va bu B kompleks valnistik qushlarida juda ham keng tarqalgan. Kallasini burish, bir tomonga qiyshaytirib turadi. Shunaqa holatlarda Nekton B kompleks beramiz va bu boshqa narsalarga ham ta'siri bor. Tushunarli. Mana apparat nima? Bunda nima qilasizlar? Hop, bu apparat donni undirib beradi. Hozir bu qushlarimizga donni undirib beramiz. Mana bu yerga don solinadi. Avtomat ravishda o'zi donni undirib sizga tayyor holatda qilib beradi. Dezinfeksiya jarayoni bo'ladimi qushlarga? Albatta bo'ladi. Bu yerni doim artilganda xlorlab artiladi. Bundan tashqari har bitta qonog'i o'tirgan kaltallari bor-ku, o'shalarni olib, yuvib, dezinfeksiya qilib turamiz. Chunki qush doim o'sha qonoqda o'tiradi. Asosiy infeksiya yuqadi o'sha qonoqdan. Endi infeksiyaning turlari juda ham ko'p. Havodan yuqadigan kasalliklar bor. Biz imkoni boricha tashqaridan qush olib kirmaymiz bu yerga. Bu yerdagi qush, misol uchun chiqib ketgandan keyin qaytib kirmaydi boshqa odam xonadonidan. O'zimiz yangi qush olib kelsa, oldin ular boshqa xonada turadi. Karantinda 15 kun, 20 kun saqlaymiz. Ular yaxshi holatda chiqsa, keyin bu yerga qo'shamiz, bo'lmasa qo'shmaymiz. Demak, qadrdonlar mana shu narsani o'zingizlar uchun ham olinglar, qush boqadiganlar, yangi boshlayotganlar bo'lsa, bozordan yoki birorta joydan qush olib keladigan bo'lsangiz, aynan boshqa kataga, boshqa xonaga olib kirib, karantin qilish kerak. Sababi qushda hali virusli qanaqadir kasallik bo'lsa, qolgan sog'lom qushlardan o'ldirib yuboradi. Albatta, shunaqa. Keyin uy sharoitida bunaqa katta emas, ya'ni 3 ta 4 ta qafasi bor odamga dezinfeksiya qilish uchun qanaqa narsalar bor? Nimalar tavsiya qilasiz? Hop, vet aptekalarda o'zi dezinfeksiya qiladigan suyuqliklar bor, yod ko'rinishda bor, har xil ko'rinishda bor. O'shalardan olib, faqat qushni olib turish kerak u qafasning ichidan. Keyin ishlatishsa bo'laveradi. Bemalol ishlatib, toza qilgandan keyin yana qushlarni qo'yib yuborishsa bo'laveradi. Yana bitta muammo bo'ladi, vannisiylarda hozir mana ko'p yoz qishki kunlar boshlanishidan shu narsa kelib chiqadi. Bit bosish, bitdan o'lish, bolasiga qaramaslik, nobud bo'lib ketish, shunga o'xshagan narsalar bor. Ularga qanaqadir yechim bor. Endi bit tushishi asosan gnezdo, ya'ni uyasidan kelib chiqadi bu narsa. Bir marta ishlatilgan uyani boshqa ishlatmaslik kerak. Men tavsiya beraman sizlarga. Chunki yog'ochli narsa u. Bir marotaba ishlatiladi, u bitta sezonli narsa. Bo'ldi, uni tashlayverish kerak. Yana boshqatdan unga to'polonni yangilab ilib qo'yishadi, o'sha eng katta xato hisoblanadi. Yangi olib, yangi ishlatish kerak. Yo bo'lmasa, mana bu ko'rinishdagi plastmassa
ko'rinishdagilar bor. Bularni yuvib ishlatsa bo'ladi. O'sha tomonlama bu zo'r. Narxi bo'yicha Qudashbek aka necha puldan necha pulgacha qushlar bor odatda? Hop, bu yerda $150 boshlab $8 bor, valnisli turlariga qarab turib, ko'rinishiga qarab. Hozir yana bir eng eksklyuziv qushlarimizdan biri Double Black'ga babichkasi kelgan bizga. Mana ularmi? Hozir ko'pchilik buni internetda ko'radi xolos. Buni живой hali hech kim ko'rmagan. Mana bular o'sha Double Black'ga babichkasi. Batevalari Blackface'mi? Ha, ular Blackface. Uni ham shu babishkalik Blackface ekan. Ha, ular ham babichkalar. Tevaga olindi. Mana ularda, to'g'rimi? Ha, bular mana Blackface, mana babichkalar mana. Terada turibdi mana. Hozir masalan bizga kuzatuvchilar bor, obunachilar bor, qiziqib ko'rayotganlar bor. O'zbekistondan tashqari chet davlatlarda, Rossiyalarda ko'rayotgan, Qozog'iston, Qirg'iziston, qo'shni davlatlar, Tojikistonda ko'radiganlar bo'lishi mumkin. Ularga agar qiziqib so'rashadigan bo'lsa, jo'natib olish muammo bo'lsa, Yo'q, biz jo'natib olishimiz umuman muammo emas. Kelishilgan holda gaplashib turib jo'natib olaveramiz. Faqat bir juft yoki ikki juft emas, iloji boricha 5 juft yoki undan ko'proq bo'lsa, jo'natish xarajati bizdan qoplanadi. bu tomonda ham boshqa bo'lim ko'rib turibsan, ko'raylik buni ham. Bo'ldi, bemalol. Mana Bu nimaga katta valyer qilingan, katta qafas qilingan bular. qushlar bemalol uchib yurishi uchun, o'zini sog'lom his qilishi uchun katta valyerga qo'yilgan bularni. Bular ichidan ham eng rangi boshqacha, ya'ni noyoblaridan ham ko'rsating aka, razmerlarini maza qilaylik ko'rib. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, qora qanot babichka. Razmer jihatdan ham, sifat jihatdan ham o'ta a'lo darajada. Xudo xolasa. Yana bu yerda mana Blackface'larimiz bor, qora qanotli gladkilari bor. Mana bularning ham razmeri juda ham katta. Hozir videoda qanaqa chiqadi bilmayman, lekin живой mana ko'rib turibsiz, razmer jihatdan katta bo'ladi. Bu tomonda ham bor ekan mana. Bu tomonlarda ham ko'rsating aka, chunki men hozir ko'rib nima deydi, ko'pligini ko'rib qaysi biri qanaqa Mana bitta yaqindan olib berasiz bularni. bular hatto hozir Blackface ko'ryapman, babishkalar ko'ryapman. Ha. Yana qanaqa masalan Bu yerda Radujniyni ko'zi qizili bor. Bu ham juda eksklyuziv qush. ko'zi qizili qaysi edi? Mana hozir bu yerda turgani Miramir mana. Miramirni ko'zi qizili. Radujin Miramir. Ha, ko'zi qizili. Mana bu qafaslarda menga yoqib qoldi. Mana qanaqa ranglar bular? U Double Black'ga yashil rangi hisoblanadi. Double Black Green degani emasmi? Ha, Double Black Green shu. Mana bu hammasi bular ayoli, ya'ni modasi. Bu yerda narlari hammasi Ajratib qo'yilgan. ajratib qo'yilgan, chunki bular ko'payishga tayyor. Narni ham, modani ham bitta qafasga qo'yilsa, uzog'i 2 kun ichida juftlashib, bola berishni boshlaydi. O'zi haligi ko'pchilik qush boqadiganlar masalan fevral sovuq kunlarda ajratib qo'yishadi, narmodasi qo'yishadi, ajratib. Shunaqa. Issiq kun boshlanishi bilan qo'shishadi, tezda ishlab ketadi. Shunaqa. Endi men tavsiya berardim, o'sha bahordan qushlarni ishlatishni. Iloji boricha qishda qushlarni kamroq ishlatish kerak. Chunki bahorda bergan bolalari juda ham baquvvat bo'ladi. Qishdagidan ko'ra. Qishdagidan ko'ra. Bu joyda ham xuddi o'sha Double Black Blackface'larimiz bor ekan, qora qanotlardan ko'ryapsan. Ha, bu yerda hammasidan bor, hamma turidan bor. Noyob, bizda faqat noyob turlari. Oddiy valnisliklar yo'q bu yerda. Azizlar, men hozir mana kelganimga maza qilyapman. Hozir katta qushlarni ham ko'rib, boshqacha bo'lsa, mana endi valnisliklarni ko'ryapman. Bularda men ko'rmagan ranglari ham bor. Nima deydi? O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz, bo'lsa boshqacha bo'lar ekanda. Iloji boricha bu bo'yicha foydali ma'lumotlar sizlarga olib berishga harakat qilyapman. Agar kamchilik bo'lib qolsa, mendan yoki bu Kakadu Farmni masalan Mo'minjon akam, Hojakbar akamdan ma'lumot bo'yicha ozgina
kamchiliklar bo'lib qolsa ma'zur tutasizlar. Hozir Mo'minjon akam bitta yana qushlarim bor, shuni ko'rsataman bizlar. Nasib qilsa uni ham ko'rsatamiz. Ehtiyoj sizlarga shunaqa double bilak, black face, qora qanot, badishka, radujniy deysizmi? Kerak bo'lsa kontaktlar qoldiraman. Qo'shimchasiga aka, bu yerda qushlar soni juda ham ko'p, tanlash imkoniyati katta. Shuni hisobga olgan holatda chetdan olib keladigan mijozlarimiz bor, o'zi olib keltirib sotishadi. O'shalarga biz taklif beramiz. Misol 10 juz yoki 20 juz xarid qilishadigan bo'lsa, optim narximiz bor. Beramiz, arzon narxlarda Xudo xolisa qilib beramiz. Azizlar, hali bu hammasi emas. Endi yana boshqa bo'limga o'tamiz. U joydan sizlarga yaxshi qadrlar, ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, hozir mana Kakadu farmda boshqa tomoniga o'tganmiz. Mo'minjon aka, hozir bu qafaslar ko'ryapman. Nima qushlarga mo'ljallangan? Hozir nimaga bo'sh turibdi bular? Xo'p, bu bo'sh turishining sababi hozir sovuq. Endi bu yoqlarda asosiy bahorda qushlar bo'ladi. Bu yog'i ham xudo xohlasa qishga turadigan qilib ham tayyorlaymiz. Bu yil rejamizda bor. Asosiy bu yerda ko'payadigan qushlar, turadigan qushlar Aleksandriyskiy, Ajreliy, Jako, Blagorodniy qo'ysa bo'ladi. O'rta razmerdagi qushlar uchun juda ham zo'r sharoitlar qilib qo'yilgan. O'zini don yeyish joylari, ichkarida qonoqlari bor. Masalan, hozir bo'sh turibdi xolos. O'zi aslida to'la turardi. Ha, aslida bizda endi asosiy kirdi chiqdi juda ham ko'p bo'ladi, eksport bo'ladi. Ko'proq bizni qaratilgan fokusimiz eksportga qaratilgan. Asosiy eksport bo'lgani uchun joylarimiz sirazi to'ladi, ya'ni ketadi, shunaqa holatlar ko'p bo'lib turadi. Tushunarli. Shuning uchun. Hozir mana bu xonanda ham adashmasam qushlarning ovozi kelyapti. Kiramizmi? Bu joyda ham birinchi etaj bor, ikkinchi, uchinchi etaj bo'sh. Hali isitish moslamalar hali uy joyga qo'yilmagani uchun u yerdan qushlarni olib tashalgan. Asosiy joylarda arilar turadi. Ari qushlariga juda ham zo'r sharoit qilib qo'yilgan. Bu joyda mana tashqi joyi, yozda shu joyga chiqadi. Shu joyda cho'miltiramiz, o'ziga yarasha oftob olib, vitamin olib, shu joy tashqi joylarda yuradi. Hozir sizlarga mana qushlarimizni ko'rsataman. Bular mana juft holatda. Bularga endi uyayilib, xudo xohlasa ko'paytiramiz. Asosiy qushlar, katta qushlar bu tomonda. Ha, bu joyda katta qushlar bor. Bu joyda mana ajreliy qushlar bor. Bu ham juft holatda. Bu fioletli deydimi, ajreliy yo'q Ha, boshmi? yo'q, bu o'sha galoboy rangi. Bu yoqda mana bu Senegalli katta padvidi. Hozir buni ko'rdingiz, hozir u yoqda yarimta ko'rsataman, ikkalasini farqini solishtirib olasiz. Bu kattarog'i bu. Bu joyda ham mana hozir adashmasam tuxum qo'yib qo'ygan, ajreliy bor. Ko'p uyda o'shani bezovta qilmaymiz. Gradus qancha bo'lishi kerak ekzotik qushlarga? Gradus hozir shu joyda 25-23 bor. Manda rosa pasayib ketsa 20 ga chiqishi mumkin. Bundan oyog'iga pasaymaydi. Men shu sharoitda boqaman qushlarni. Asli juda sovuq ketishi ham kerak emas, lekin ajreliy va Aleksandriyskiy ancha sovuqqa chidamli qush. Ko'pchilikga agar tavsiya beraman. Ajreliy qushlari ham juda O'zbekistonning sharoitiga mos qush deb hisoblayman-da. Sovuqqa, uncha sovuqqa chidaydi. Yana bitta savol bor shu o'rinda. Xo'p, mana shu qushlarni keldi, ketdi bo'ladi sizda. Qanaqa dezinfeksiyasiga qanaqa e'tibor berasiz? Katta qushlar, kichkina qushlarni so'radi. Hozir mana shu joyda turibdi. Bu joy bo'shagandan keyin 1 yilda 1 marta remont qilamiz. Xonani yangitdan bo'yoq qilamiz. U yoqdagi orqadagi narsalarni bir qator yana qaraymiz, chunki qushlar g'ajilaydi, boshqa qiladi. Lekin buni tozaligini mana ko'ryapsiz. Adashmasam 1 kunlik kecha tozalangan shu joylar. Birinchi o'rinda bizning fokusimiz faqat tozalikka qaratamiz. Ha. O'zi asli qush boquvchilarga ham shuni maslahat beraman. Birinchi o'rinda shu narsaga e'tibor berilsa, qush albatta xudo xolasa kasal bo'lmaydi. Buni dezinfeksiyasiga kelsak, agar buni hozir aytdim-ku, 2-3 kunda tagini tozalasak, buni dezinfeksiyasi hammasini ketigandan keyin o'zini xlorlari bor, space tozalaydigan anaqalari bor, o'shalarni tozalab, bir qator dezinfeksiya qilib yuboriladi va qonoqlarini ham almashtirib yuboramiz, yangitdan qo'yib yuboramiz.
Hozir bu yerda ajrali sariqmidi? Ha, ajreli bu yerda ha, sariq. Buni sal ochib ko'rsa bo'ladimi yo? Ha, bo'ladi. Biz kirganimizgacha deb Ha. Endi bular ro'shnoy qush emas-ku. Baribir ozgina nima bo'ladi? bular Aleksandrlar. Bular Aleksandriyskiy, yoshroq bular. Bu hali boshda ko'rsatdim-ku, Senegalli. Mana bu kichikroq edi. Boshdagisi. Ha, buni bu kichikroq. Ikki xil podvidi bor. Bu yosh razmerini farqi nimada? Masalan, qanaqasiga bu Turida. Turida? Ha, oldin hali ko'rsatmadi. Oldi bunda to'qroq bo'ladi. Hamma podvidi bunda ham 2 xil, 3 xil podvidi bo'ladi. Hozir buni Yevropada boshqacha ranglari ham chiqib ketdi bu. Buni bolasi Senegalskiy, Popuga deb yozasiz. Hozir menda ro'shnoy qolmadi. Buni asosiy xarakteri fokus narsalarni ko'p qiladi. Misol neramiz ko'qishi ham tryuklarni zo'r qiladi, bilgan bo'lsangiz. Bunda ham xuddi o'shaqa talant bor bu qushda. Bular ham ajrali. Ha, bular ajreli. Bular sariq, ko'k ajreli. Bu yoqda mana Senegalskiy bu tuxum qo'ygan bu. Yaqinda uyasini olib tashladim men. Bu ham ajreli. Bu narigindan ko'ra sal boshqacharoq ekan-a? Ha, bu boshqacharoq, ha. Razmeri ham katta. Razmeri katta. Buni 3 kun bo'ldi uyasini olib tashladim. Hozir dam berishga qo'yib qo'yganmiz. Ha, bo'yinda chizig'i bor. Bo'yinda chizig'i bori erkagi, chizig'i yo'g'i ayoli. Shundan ajratiladi. Aleksandr bilan ajralibiydi. Shu bo'ynidagi shunaqa. nima dedi? Kalsoydimi? Chizig'idan ajratiladi. Bu ham tulov dedi, rosa zo'r chiqdi tulovdan mana. Bular Aleksandrlar. Aleksandriyskiy, razmeri juda ham katta bo'lib ketdi. Bitta ko'raylik, yaqinroqdan. Razmeri ko'raymi? Nihoyatda boshlaydi. Bular bola berdimi? Ha, bular bola berdi. Bola berib bo'lgandan keyin bularga dam berdi. Hozir uyi ilmaganman. Tulovdan ham chiqib bo'ldi-da, tulovdan chiqish sal qiyin qoluvdi. Shunga hozir tulovdan chiqdi. Qishdan chiqqanimizdan keyin vitaminlarni, o'sha nektorlarni berib, zo'r holatda keyin bitta yana ularni ilaman. Bu tomonda aralar. Ha, bu yoqda ham ara bor yani. Katta nechta ara hozir adashmasam? Bu yoqda 4 5 7-8 bar ara bor. Buni ham o'sha haligi yumaloq ujadan qo'yilgan Ha, bunga. joyi sal kichikroq qildim. Ya'ni ikkita tomonni test qilib ko'raman. Yo ag'da ko'payishi mumkin, yo bag'da ko'payishi mumkin. Shunga u joyga qaraganda bu joy kichikroq, boshqa xona, boshqa joy, bu joyda ham ko'payib qolishi mumkin. Tepadagi qushlarni ko'rsatdim, endi pastki qavatdagi qushlarimizni ko'rsataman. Bu joyda katta qushlarimiz bor. Joylarimizda asosiy katta qushlar turadi. Bu Blagorodniy qushi, ya'ni ulug' sifat. O'zbekchalar nima qilganda ulug' sifat. Juda ham yovvosh qush hisoblanadi. Rangini ko'rasiz. Bitta qaraganda o'zi mahliyo qilib qo'yadigan qushda bu. Chiroyli. Razmeri ham katta bo'lar ekan. Razmeri katta, ha. Bundan ham katta podvidlari bo'ladi. O'zi asli Blagorodniyni. Bu o'rta podviddagisi. Ayoli, qizili ayoli, ko'ki erkagi. Bularda ham o'sha dengi orqali aniq qilib. Yo, bularda aniq. Bularda Blagorodniyda qiynalmaysiz. Qizil ayoli bo'ladi, ko'ki erkagi bo'ladi. Tushunarli. Bunda oson ekanda-da. Bular oson, ha. Bu kakadu mana. Kakaduni kichkina podvidi, Solomonskiy deydi. Rosa o'yin qora ona. Juda ham anaqasi tez reaksiyalari. Hozir mana qafasda o'rtada oynani ochilsa, bahor paytda yoz issiq kunlarda shuni ochib qo'yiladi, adashmasam. Ha, ochib qo'yiladi. Keyin ag'da chiqib o'ynab kelib. Ha, u yoqqa chiqib, cho'miladi, boshqa qiladi, o'ziga yarasha oftob tushganda vitamin oftobdan oladi. Keyin setka qo'yib qo'yganmiz. Qush mana siz kelganda borib turib o'ynab ko'rilmaydi, mana setkaga qo'yib oladi. Tushunarli. Har tomonlama o'ylab qo'yilganda endi hamma narsasi. Bu qanaqa qush ekan? Xo'p, bu ham Solomonskiyni
paralangan holat, juft holatda bu. Hozir ozgina tulovda. Tulovdan chiqqanidan keyin bunga ham uyalib harakat qilamiz ko'paytirish. O'zi bu ishlaganmi? Yo'q, hali ishlamagan, endi harakati bor. Bir paraganda bir. Ha, bu bir para. Hop, bu joyda mana Jako qushimiz bor. Bu joydagi ham juft. Jakoni katta yoshdagisi bu. Bular hozir ishlaganmi, ishlamaganmi? Ishlashga tayyor para. O'zimga deb olgan param bu. Xudo xohlasa yaqinda uyalarini qilib ko'paytirishga tayyorlanamiz. Hozir tayyorlov jarayonida vitaminlarni beryapman. Ko'payishdan oldin beradigan nekton vitaminlari bor. O'ziga o'sha dom mahsulotlarini o'zgartirib ko'paytirib Xudo xohlasa. Og'iz baland kelyapti. Qanaqa qush bor bu? Bu arada o'sha. Yana Umumjon aka, mana qushlarda oyog'ida kalsiosi bo'ladi. Ha. Mana shu bo'yicha ko'pchilik savol beradi. Nimaga bu taqiladi deb. Hop, kalsiyo tushuntirsam sizga, asosiy O'zbekistonda hozir kalsiyo ishlamasligi mumkin. Lekin keyinchalik o'zimiz uchun plyusga ishlaydi bu narsa. Misol oddiy mana valnistiylarda kalsiyoliklar ko'p ko'rgan bo'lsangiz, Turkiya yoki chet davlatlarda asosiy kalsiyo hujjat hisoblanadi. Ya'ni misol siz ismingiz yoki meni ismim yoki Kakadu Farmda mana shu qush tug'ilgan, mana shu yilda tug'ilgan, shunaqa deb danlilarni yozib qo'yiladi. To'qib qo'yasiz tug'ilishi bilan hamma qushga, ya'ni bizim metrika pasportimiz bo'lgandek qushlarda ham shunaqa holat bo'ladi. Bu narsani ko'proq Yevropa davlatlari talab qiladi. Misol shu valnistiy mutatsiyalarini olib kelishdan maqsad shu O'zbekistonni ko'paytirib, mana bizda juda ham yaxshi boqishadi. Andijondan, Marg'ilondan, Farg'onadan, Samarqand, butun O'zbekistondan mijozlarimiz bor. Sotgan mijozlarimizda ko'payib ochiq ham chiqdi, bizga ko'rsatishdi. Buni bugungi kunni o'ylamasmiz, keyingi kelajakdagi bo'ladigan ishlarni rejalashtirgan holatda kalsiyoni nimaga? Kalsiyo to'qilsa, misol bu qushlar O'zbekistonda valnisti bilasiz tez ko'payadi, tez narx tushib ketadi. Shunaqa. Shunga kalsiyo to'qilsa, o'ziga yarasha sifatli qushlar chiqsa, shunda biz ham misol vistipkalarga olib borib, kelajakda vistipkalarga olib borib, shu qushlarni ko'rsatib, zakazlarni olamiz va O'zbekistondagi ko'paygan barcha o'sha double blackmi, radujniymi, qora qanotlar bor, shulardan olib borib biz ham eksport qilamiz. Qachongacha biz Yevropa, chetdan qush sotib olamiz. Bizda ham yangiliklar chiqish kerak, yangiliklar bo'lish kerak. Albatta, shu sohani rivojlantirish harakatdamiz. Shuni olib, boqib foydalanuvchilar ham keyinchalik yaxshi pulga sotishadi, eksport bo'ladi. Eksport bo'lgandan keyin avtomatik O'zbekistonda qush kamayadimi, narxi ko'tariladi yana. Talab bor, hamma qiziqib yana boqib bu ketadigan qush ekan deydi. Nimaga narx pasayib ketadi? Qush ko'payib ketadi. Eksport bo'lmagandan keyin O'zbekistonni hamma yoqqa tarqagandan keyin narx tushishni boshlaydi-da. Shunga Yevropa shu kalsiyo shunaqa narsa uzun standartlar bor, shunga talab qiladi. Shunga hammaga tavsiya beramiz. O'zini brendini urib, qachon tug'ilganini, o'zini ma'lumotlarini kirgizib qo'ysa, keyinchalik O'zbekiston uchun ham plyus bo'ladi. Ya'ni o'zimizni shaxsiy brendimizni rivojlantirish maqsad. Umumjon aka, mijozlar keldimi? Ha, bu joydagi mijozlarimiz qushlarni ko'rishyapti. Bizda kunora 2-3 ta mijozlar kelib turishadi. Qushlar qilib beramiz, sifatli qushlarni. Ro'shnoy qushlar ko'proq qiziqishadi. Jakoga hozirgi kunda, valnistiga mana qiziquvchilar ko'p. Endi hamma narsani o'zini misol kimdir baliqqa, kimdir qushga, kimdir qo'yga, kimdir otga, kimdir bedanaga, kimdir kaptarga, hammaning o'zini qiziqishi bor. Lekin jonivorga qiziqqan insonlardan yomonlik chiqmaydi albatta. Yosh bolalarni ham har xil telefon o'yinlariga yoki internetda bilan band qilib qo'ygandan ko'ra qimmat qush olish shart emas. Oddiy misol bir jup valnistiy qushdan olib bersangiz ham arzonchiroqlari bor-ku, misol ko'payadi, daromad ham bo'ladi, ham bola o'zidan o'zi band bo'ladi. Qanaqadir har xil o'yinlarni o'ynagandan ko'ra
nima kimgadir quyon yokida mushuk asosan qush olish shart emas. Ya'ni misol boshqa hayvonlar bilan band qilib qo'ysa bo'ladi. O'ziga foydali bo'ladi. Qadrdonlar, mana Kakadu Farmda iloji boricha chiroyli holatda yoritishga harakat qildik. Qo'limizdan kelgan savollarni berdik. Kamchilik bo'lsa ma'zur tutasizlar. Mana Mo'minjon aka ham bor bilimlarni berishga harakat qildilar. O'sha aytganimizda 56 yillik tajribadan ulush oldik. Sizlarga ko'rsatishga harakat qildik. Yoqqan bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Keyin Xudo xolasa bahorda kelinglar deyaptilar. Bahorda ham nasib qilsa kelamiz, chunki bu joylar juda ham boshqacha bo'lib ketar ekan. Ko'p qushlar kelar ekan. Ularni ham obzorini qilamiz. Unda ham Xudo xolasa boshqa qushlar bo'yicha ma'lumot olishga harakat qilamiz. Sizga ham katta rahmat. Bizda ham qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, bizda ham qanaqadir holatda xatoliklar bo'ladi, kamchiliklar bo'ladi. Albatta, bu xatoliklarni biz ham to'g'rilashga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelganicha mana ma'lumotlarni berdik. Instagram sahifam bor, ko'pchilik biladi, Kakadu Farm. Qush bo'yicha qanaqadir muammolar bo'lsa, mendan sotib olishmasa ham, men qo'limdan kelganicha maslahat beraman. Nomerlarimizni qoldirib qo'yganman. Qanaqadir kasal bo'lib qoladi yokida qaydandir rushnoy qush olishadi, qanaqasini olsam bo'ladi, qanaqasini tanlasam bo'ladi deb aytsam, bemalol murojaat qilishadi. Qo'limdan kelganicha yordam beraman. Kakadu Farmda Instagram profillarini, nomerlarini qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qanaqangi savol bo'lsa, qiziqtirgan, yana telefonlashib javob olsalaring bo'ladi. Hammalaringga rahmat. Videoni tarqatib qo'yish, do'stlarga ulash esdan chiqmasin.